chegara buzg'unchilariga qarshi otishma bo'ldi chegarada. va shu yerda bizni xalqimizni himoya qilish chog'ida o'ta og'ir tan jarohati olib, natijada oyoqlarida askulkalar turibdi, temirlar turibdi oyoqlarida. Sog'ligi yaxshi emas. Chegara buzg'unchilari bartaraf qildik, yo'q qilindi. Sog'ligi uncha yaxshi emas. Dorilarni tez-tez qabul qiladi og'riqlariga. Nafaqa oladigan pensiyam 1 million. Rahbariyatlar bo'lmasa, mana biz bormiz, xalq bor. Yashashga uy joyim yo'q. Hozir kvartirada turaman. Xalq turibdi, o'ylanmang, shunday vatanimizni qo'rqilgan askarni tashlab qo'ymaymiz dedi. Kvartiraga 500 ming to'layman oyiga. G'ofur Mirzayev uy beraman dedi, uylansang dedi. Uydan darak bo'lmadi. Uylandim ham, undan xabar ham yo'q, xat xabar ham bo'lmadi, hech kim holimdan xabar olganim yo'q. va'da bajarilmadi. Va'da bajarilmadi, va'da berganlar ketib qoldi. Erkinjon Turdimovga bordim. O'rinbosari qabul qildi, o'zi qabul qilgan yo'q. Bizdan xabardor qilamiz deb yordamchilar aytdi, yordamchilar aytdimi, aytmadimi, endi Xudoga ayon. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichni shaxsan o'zlaridan jasorat medalini qabul qilib olgan askarimizni 14 kun oldingi qilgan murojaati e'tiborsiz qoldirildi. Bu askarimiz Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida yashaydilar. 2018-yil harbiy xizmatga borganda chegara buzg'unchilariga qarshi otishma yuz beradi va shu yerda bizni xalqimizni himoya qilish chog'ida o'ta og'ir tan jarohati olib, natijada 1-guruh nogironi bo'lib qoladilar. Shu masalada biz video murojaat e'lon qilgan edik. Bu e'tiborsiz qoldirildi. Men murojaatchilarning oilasiga aloqaga chiqqanimda qanday reaksiya bo'ldi, yordam berishdimi deb so'raganimda ular yo'q, bizga yordam berishmadi deb aytishdi. Hozir o'zlaridan batafsil so'raymiz. Onaxon, siz aytdingiz, men sizga aloqaga chiqqanimda siz aytdingizki, bizga hech kim aloqaga chiqmadi, hech kim yordam bermadi deb aytdingiz, to'g'rimi? Bu gaplar rostmi? Haqiqatan ham rost bu gap. Chiqdi deb kutamizmi deb rahbariyatlar kutuvdik, hech kim chiqmadi. Lekin xalqimizga rahmat. Xalqimiz hamma taraflama telefon qilib, murojaatlarimizni ko'rib, juda ham bolamga ichi achinib, xola rahbariyatlar bo'lmasa, mana biz bormiz, xalq bor. Xalq turibdi, o'ylanmang, shunday vatanimizni qo'rqilgan askarni tashlab qo'ymaymiz dedi. Murojaatlarimizni ko'rib, ular hammasi tinimsiz telefon qilib yotdi, hammasi har tarafdan. Xalqimizga rahmat. Endi respublikamiz, mana viloyatimiz rahbarlaridan iltimos qilamiz. Mana bolamga yordam qilingizlar. Bitta uydan yordam qilingizlar bu bolamga. Bolamning ikkita farzandi bor, pensiyasi oz, 1 million pensiya oladi. 500 ming ijarasiga to'laydi. Bog'chasi bor, umuman yeb ichariga yetishga qiyin bo'lyapti farzandimga. Sog'ligi uncha yaxshi emas. Dorilarni tez-tez qabul qiladi og'riqlariga. Oyoqlarida askulkalar turibdi, temirlar turibdi oyoqlarida. Sog'ligi yaxshi emas. Qadrli faol kuzatuvchilar, eshitdinglar. Biz video murojaat e'lon qilganimizdan keyin rahbariyat bog'lanmagan, ko'rishlar soni juda ko'p bo'lishiga qaramasdan hech kim yordam bermagan. Hozir qarshimda turgan askarimiz 2018-yil bizni himoya qilishgan. Hozir o'zlaridan qisqacha so'raymiz. Aka, xizmatga qachon borgansiz? 2018-yil muddatli harbiy xizmatga borganman. Aka, chegarada jang qilganingiz haqida bizga gapirib beruvdingiz. Hozir bu ikkinchi videoda ham ozgina gapirib bering. Buni ko'rmaganlar borda. O'sha xizmatingizni qaysi davrda otishma bo'ldi, qayerda otishma bo'ldi, ism familiya joylar shart emas, nechta yarador bo'ldi, ana qonunbuzarlarga qarshi qanday jang bo'ldi, ular yengildimi? 2019-yil muddatli harbiy xizmatni yakunlash vaqtimda, fevral oyida chegara buzg'unchilari bilan to'qnash keldik. Otishma bo'ldi chegarada. Chegarada 4 kishi muddatli harbiy xizmatchilar jarohat oldi. Hozir ular ham nogiron. Fevral oyida shu chegara buzg'unchilari bilan jang olib bordik. Chegara buzg'unchilari bartaraf qildik. Yo'q qilindi. Yo'q qilindi. Yo'q qilindi biz tomonidan. Kesib o'ta olmadi, maqsadiga erisha olmadi. Maqsadiga erisha olmadi. Davlatimiz chegarasini mustahkam qo'rg'adik, asradik vatanimizni. Aka, armiyadan keyin hozir siz 1-guruh nogironi deb pensiyaga chiqqansiz, to'g'rimi? 2-guruh nogironi deb. 2-guruhmi? Uzrman, yuqorida 1-guruh deb ketdim. Aka, hozir qancha miqdorda pensiya olasiz? Nafaqa oladigan pensiyam 1 million. 1 million so'm. Sizni yashashga uy joyingiz bormi? Yashashga uy joyim yo'q. Hozir kvartirada turaman. Unga necha pul to'laysiz? Kvartiraga 500 ming to'layman oyiga. Necha kishi yashaysiz bu yerda? Kimlar yashaydi? 4 kishi, 2 farzandim, 1 ayolim.
Qolgan 500 mingga yetadimi yashashga? Yo'q, 500 ming hozirgi kunda yetmaydi. Katta farzandim bog'chaga boradi. Bog'cha pulini berishim kerak. Unga bermasam bog'chaga kirgizmaydi farzandimni. Aka, yana bir savol. Bu masalada mahalla raisi xabardor dedingiz-a menga? Mahalla raisi bilan bir viloyat rahbarining qabullariga borishga harakat qildinglarmi? Bordik. Nima bo'ldi? Qabul qildimi? Uncha qabul qilmadi. Kim edi viloyat hokimi? Hozirgisimi, oldingisimi? Oldingisi. Oldingisi qabul qilmadi. Uy beraman deb aytdi dedingiz-ku. G'ofur Mirzayev uy beraman dedi, uylansang dedi. Aha. Uydan darak bo'lmadi. Uylandim ham, undan xabar ham yo'q, xat xabar ham bo'lmadi, hech kim holimdan xabar olgan ham yo'q. Va'da bajarilmadi. Va'da bajarilmadi, va'da berganlar ketib qoldi. Yangi hokimga bordingizmi qabuliga? Erkinjon Turdimovga bordim. Qabul qildilarmi? O'rinbosari qabul qildi. O'zi qabul qilgani yo'q biz. O'zlari xabardormidi? Bizdan xabardor qilamiz deb yordamchilar aytdi. Yordamchilar aytdimi, aytmadimi endi Xudoga ayon. Kim edi o'rinbosari viloyat hokimi? O'rinbosarini ismini bilmaymiz-ku, ko'rsam taniyman o'rinbosarini. Tushunarli. Bu yerda nima gapirildi, nima haqida gaplashildi? Bu yerda biz borganimizda, Erkinjon Turdimovni oldiga borganimizda yo'q dedi, yig'ilishda, majlisda dedi, olib qochdi endi. Mayli, o'rinbosar bizni kutib oldi. Biz uy-joy masalasi so'rab bordik. Nima deyishdi? Nima deb javob berishdi? 2025-yil aprel oyida, aprelda oxiri va mayda boshida yangilik bo'ladi ukalar. Yaqinda 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi, xudo xolasa. Bo'lmadi hali yangilik. Yangilik bo'lgani yo'q. Biz keyin yana bordik. Yana murojaat qilib bordik. 1 oy o'tgandan keyin nima bo'ldi desak, yo'q, unaqa ko'rib chiqilyapti, u dedi, bu dedi, va'da berib o'zini olib qochaverdi. U o'xshamadi hech narsa bu. Biz umid qilamiz, bu ikkinchi murojaat bo'ladi. Bu murojaatni respublika rahbariyati, viloyat rahbariyati ko'rib, albatta amaliy yordam beradi degan umiddamiz. Onaxon, fikrlaringiz bormi? Fikrlarim shu, rahbariyatlarga iltimos qilaman. Mana shu bitta askaringizga yordam qilingizlar. Uy berishga yordam qilingizlar, iltimos qilaman. Hurmatli prezidentimga ham iltimos qildim. Yordam qilingizlar, u kishiga yetib bora olmayapman. Rahbariyatlarga iltimos qilaman. Mana shu askarimga yordam qilingizlar. Ikkita farzandi bor. O'g'il bo'layapti, shunday bolalar bilan qiynalib ketyapti. Ijara haqlarini to'layman deb. Umuman yeb ichishdan ham charchab ketyapti. Dorilar qimmat bo'lib ketyapti. Mana shu uyga yordam qilingizlar, iltimos qilaman sizlardan.